va rahmatulloh. Enerji zamon. Xudo xolisi karnizlarimizni tortib bo'ldik. Podsvetkali koridorga berganmiz. Xudo xolisi katta karniz zo'r chiqadi. Devorlarni oqlash ishlari boshlangan. Elektrikani polni tugatib bo'ldik. Yangi provodkalar hammasi yangi bo'lgan. Mana spalnyamiz xudo xolisi. Buni ham karnizlari bo'lib, bu yerda ham shunaqa oqlash ishlari ketyapti hamma joyda. Emulsiyaga tayyorlaymiz, stikloxoz, undan keyin polimer, undan keyin emulsiya. Hozir hamma jarayonlarni ko'rsatib boramiz. Mana koridor, bu yog'imizda zal, bu yog'imizda mana spalnya. Karnizni cho'kib chiqdi. Oshxonamizda ham mana karniz berganmiz. Podsvetkalar bilan hamma yoqda podsvetka, galogen, lustra bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol chiqinglar, xudo xolisi ko'ngilli qilib beramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.